Mayli, Alloh nasib qiladi. Kimgadir kech, kimgadir erta. Eng asosiysi haloli bilan g'urur yo'qotmagan holatda nasib qilsin. Erkak bo'lib keldik, erkak bo'lib ketaylik. Onasini esa bir pul topish uchun, mansab uchun bilib, g'ururni ham sotib olish bu noto'g'ri bo'lsa kerak menimcha. Hamma o'ladi. Qochganim, quvlaganim, hokimim, mahkumim, olimim, zolimim, hamma o'ladi, hamma o'ladi. Bundan boshqa qoida yo'q. Oxirgi so'nggi bekat bor. Hozir biz yo'lovchimiz. Oxirgi bekatga yaqinlashib qoldik. U kim? Yoshidan, irqidan, jinsidan, martabasidan, go'zalligidan, alf-qomatidan qaysidir bir ana shunday bir kishilarga taalluqotligidan qat'iy nazar o'lim haq ekanligini unutmasligimizni Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Hamma o'ladi. Qochganim, quvlaganim, hokimim, mahkumim, olimim, zolimim, hamma o'ladi, hamma o'ladi. Bundan boshqa qoida yo'q. Oxirgi so'nggi bekat bor. Hozir biz yo'lovchimiz. Oxirgi bekatga yaqinlashib qoldik. U kim? Yoshidan, irqidan, jinsidan, martabasidan, go'zalligidan, alf-qomatidan qaysidir bir ana shunday bir kishilarga taalluqotligidan qat'iy nazar o'lim haq ekanligini unutmasligimizni Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Mana shu qiz o'rniga men chiqib ketsam. Baxtiyor. Chunki ayol kishi ko'z yosh to'kkandan ko'ra dunyolar ostin-ustin ketgani yaxshi. Agar imkon berishsa, Mujik bo'lagingiz uchun ham sizni finalda ko'rish xohlayman, Baxtiyor. Rahmat. Voydod, kechoni yaxshi bo'ladi. lekin mana shunaqa mard bolla borligidan xursandman-da. Hozir men shuni aytmoqchi edim. Bo'ladi-yu, biz kutamiz, chunki bilasanmi nima, ukajonim? Mujik bola ekansan. Yo, Baxtiyor. Ben Allohdan hozir nima bo'ladi, nima keyin baribir ayol kishini erkak kishi yo'lini topib ketadi-da. Lekin ayol kishi ozgina qiyin bo'ladi.